Xabaringiz bor, telekanalimiz tomonidan 24-noyabrdan boshlab omadli tomoshabin mega aksiyasi boshlandi. Muxlislarimiz pul mukofotlari, televizorlar hamda maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lishlari mumkin. Sovg'alar esa o'z egalariga topshirilmoqda. Berilgan shartlarni bajarib, yuqori ball to'plagan jizzaxlik hamyurtimizga ham televizor yetkazildi. Hozir shu haqda. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida yashovchi Laziza Do'stmurodova aksiya e'lonini televizorda ko'rgan zahoti berilgan shartlarni bajarib, kerakli ballarni to'plashga kirishdi. Laziza omadli tomoshabinlardan biriga aylanib, aksiya g'oliblari qatoridan joy oldi. Ijodiy jamoamiz tomonidan unga televizor yetkazildi. Televizor ko'rib o'tirgan edim. Bir payt kod chiqib qoldi, keyin o'yin bo'lyapti ekanda dedim. O'tgan yil o'ynaganim uchun bu o'yindan xabarim bor edi. Keyin darrov skaner qilib, botdan ro'yxatga o'tib, 49 ball bilan televizor yutib oldingiz deb telefon qilishdi. Boshxonada bolalarimga ertalab choy tayyorlayotgandim, telefon bo'lib qoldi. Kutilmagan vaziyatda nima qilishni bilmay, xursandchiligim ichimga tushib ketib, nima deyishni bilmay, xursand bo'lib ketdik. Bugun sovrinni olib kelib berishdi uygacha o'zlari. Rost ekan, chindan ham hamma o'ynashda davom etsa bo'ladi, ishonish kerak. 26 dekabrga qadar davom etadigan mazkur aksiyada ishtirok etish mutlaqo bepul. Aksiya ishtirokchisiga aylanish uchun maxsus botdan ro'yxatdan o'tib, har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha televizor qarshisidan uzoqlashmasdan ekranda ko'ringan sirli raqamlarni bot manziliga yuborish kifoya. Ballarni to'plash orqali har kuni televizorlar pul mukofotlari, har hafta esa maishiy texnika to'plamlari hamda bosh sovrin 50 million so'm yutuq egasi bo'lishingiz mumkin. G'oliblar har kuni jonli efirdagi Omon-omon dasturida e'lon qilinadi.